Birinchi o'zimni poliklinikamga murojaat qilgandim, ginekologga. Ular esa menda onkologiyaga podozrение qilishdi. Undan keyin men onkologiyaga bordim, lekin onkologlar keyin dermatologga jo'natishdi. Ya'ni Sevara sizni yoningizga. Bu bemor o'zi bizga kelganlarida o'sha terilarda o'zgarishlar, qichishish bezovta qilgan, rangi, undan tashqari teksturasi o'zgargan bo'lgan edi. Histologik tekshiruv olib bordik va histologiyada bo'ladi, ya'ni rak oldi kasalligi sklerotrofik lixin tashxisi qo'yilgan. Yangi davolash usullari orqali, ya'ni fotodinamik lazerlar, fototerapiyalar orqali davolash olib boryapmiz va hozirgi kunda bularning ahvollari juda ham yaxshi, dinamikada, ya'ni rangi o'zgargan, qichishishlar, subyektiv bezovtaliklar ketgan, ahvollari ham yaxshi. Undan tashqari turmush sharoitlari, ya'ni качество жизни deydi, ular ham juda ham yaxshilandi. Hozirgi kunda dinamikada juda ham xursand. Bizning ayollarimiz, agar sizlarda jinsiy sohangizda achishish, qichishish yoki rang o'zgarishi, qanaqadir o'zgarishlarni sezsangiz, muammolar bo'lsa, biz dermatovenerologlarga murojaat qiling.